Endi futbolchilarga qarab yuragimdagi gaplarni aytmoqchiman. Jahon chempionatida oson o'yinning o'zi yo'q. Sizlar Portugaliya, Kolumbiya, Kongo kabi kuchli terma jamoalar bilan o'ynaysizlar. Xalqimiz har bir o'yinda sizlardan albatta g'alaba kutishi tabiiy, lekin bir narsani doimo yodda tutinglar. Sizlar tarixni allaqachon yaratib bo'ldilaring. Oldingizda turgan muhim uchrashuvlarda ortiqcha bosimsiz, hech kimdan hayiqmasdan boringizni berib o'ynang. Har bir to'p uchun, har bir vaziyat uchun, maydonning har bir qarishi uchun oxirigacha albatta kurashasizlar. Men bunga ishonaman. Barcha mas'ullarga, elchilarga topshiriq berganman. Mundialdagi barcha o'yinlarda fan klublar a'zolari, minglab futbol muxlislari, Amerikadagi vatandoshlarimiz ham stadionda sizlarni qo'llab-quvvatlab turadi. Maydondagi har bir harakatingizni 40 millionga yaqin xalqimiz ekran ortida katta hayajon bilan, katta umid bilan, hayqiriq bilan kuzatadi. Yuraklarni junbushga keltiradigan hissiyot oladi. Yodingizda bo'lsin. El yurtimiz sizlarga ishonadi, prezident ham sizlarga ishonadi. Ana shuni hech qachon unutmanglar. Boringlar, mardona o'ynanglar. Vatan sharafini munosib himoya qilishlaringga ham ishonaman. Mana shunga sizlar sazovorsizlar. Yana bir marta bugungi bayram bilan, sizlarning g'alabalaring bilan o'zim xalqim nomidan tabriklayman. Sog' omon bo'linglar.